Bugungi videoda Minecraftda sizga kerak bo'ladigan har xil eksperiment va lifehacklarni ko'rib chiqamiz. Albatta video boshlanishidan oldin choy damlab oling, men esa videoni boshladim. Stop, boss, qayerdan kelyapti? Sen haliyam uxlamadingmi? Ushbu lifehackimiz orqali siz tepaga bir zumda chiqadigan narsa tayyorlasangiz bo'ladi. Buning uchun asalli blokni xuddi men ko'rsatganday qilib qo'yib chiqasiz. Shundan so'ng esa uni orqa tomoniga mana shu narsani qo'yib, u yerni suv bilan to'ldirasiz. Ana endi undan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Navbatdagi lifehackimiz orqali hech qanday modlarsiz mana shunday nos otadigan, mana shunday olovli shar otadigan qurol yasasangiz bo'ladi. Buning uchun xuddi men ko'rsatganday qilib 3 ta blokni qazib, o'rtasiga redstone va ikki tomoniga mana bu narsani qo'yasiz. Shundan so'ng mana shunday qilib mexanizm tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Eng oxirsida esa bularni olovli sharlar bilan to'ldirib, o'rtasiga richakni qo'yasiz va ko'rib turibsizki, bizning qurolimiz ishlashni boshlaydi. Keyingi lifehackimiz bilan siz cheksiz toshlarga ega bo'lishingiz mumkin. Buning uchun birinchi navbatda mana shunday kichik devor tayyorlab olamiz. Keyin esa lava bilan suvni xuddi men ko'rsatganday qilib ikki tomondan qo'yamiz. Eng og'irsida esa redstone blokini mana shu yerga qo'yib, uni orqasidan mana bu narsani qo'yamiz va ikkalasini men ko'rsatganday qilib ulab qo'yamiz. Va ko'rib turibsizki, hammasi tayyor. Teknologiya. Bu lifehackimiz orqali siz mana shunday zombidan gilam tayyorlasangiz bo'ladi. Xuddi zombi yerga yotib olganga o'xshab ko'rinadi. Buning uchun kichik gilamlardan mana shunday zombini ko'rinishini tayyorlab olamiz. Keyin esa yerni shunday qazib, u yerga 0.5 blokni qo'yamiz. Shundan so'ng u yerga mana bu narsani qo'yib, zombini boshini kiydiramiz va eng og'irisidan mana shu narsani tayyorlaymiz. Hammasi tayyor bo'lgandan keyin bu yerni yopib qo'yamiz va bizning zombi gilamimiz tayyor. Videomizni esa har doimgidek ajoyib eksperiment bilan tugatamiz. Bugungi video ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video yoqgan bo'lsa, iltimos videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz sizni layklaringizni olib chiqib sotamiz, shuni orqasidan pul ishlaymiz. Bilarmidingiz? Har doimgidek keyingi videolargacha ko'rishguncha, xayr.